Liu Guanzhang 3 akukining Liu Bu bilan tutishishi. Yaxshimisizlar do'stlar? Unda bo'lsa 3 podshohlikni biz yana so'zlab ketdik. Sunjan mag'lub bo'lib 18 taram qo'shini boyaga qaytib keldi. Qaytib kelgandan keyin Liu Bu atisi at deganda shu 18 taram qo'shini bor shaharga, ya'ni shahar sepining oldiga kelib bular hayva qildi. Hayva qilgandan keyin endi bu sepil ichida 18 taram qo'shini bor. Nurg'un sanog'unlar bor bu yerda. Endi Yuan Shao yani o'ttirg'i chiqib, mush Liu Buni kim tutib kelalaydi? Kim buni al qildi degandan keyin bu yerda sanog'unlar chiqib buni bilan tutishdi. Ammo bir sanog'un chiqsa, bir sanog'un bu Liu Buninki mush qilish ostida o'lib ketdi. Nimishqa? Chunki Liu Bu 3 podshohlikdagi birinchi polvon deyishib bo'ldi. Eng zafardas polvon deyishib bo'ldi. Shuning bilan bu yerdagi sanog'unlar birisi chiqsa, birisi tugab, birisi chiqsa, birisi tugaydi. O'lib ketdi. Bu yerdagi Sunjan yengilab mag'lub bo'lib keldi. Nurg'un talafot uchirgandan keyin bu chiqmaydi. Yana birisi nimishqa chiqmaydi desa, bu talafot tatqanlik uchun ham buningga ochliq ta'minlanmaganligi uchun bu ishidan oyat g'umsaqlagan bo'ladi. Yordam qilmaganligi uchun o'zini yolg'iz tashlab qo'yganda, shuning bilan bu jim turib oldi. Turib olgandan keyin bu yerga chiqadigan sanog'un yo'q. Shuning bilan kim chiqadi degan vaqtda Gong Sunzan chiqadi. Gong Sunzan Liu Beyni billab kelgan Gong Sunzan. Bumi bir taramninki pasi bor. Endi Gong Sunzan o'zi shu shimol tarafninki, ya'ni shu hozirgi Xeylongjiang Jilin Liaoning shu taraflarga tava hisobda, yani bumi shu yerninki bir aymoq bigi. Buninki kichikdan boshlab shu chavandozlikqa, shu palvonlikqa xil ipvada, shu jihatda xil o'zini kuchtingir hisoblaydi. Shuning bilan bu hamda Liu Buning oldiga chiqib, Liu Bu bilan tutishdi. Tutishgandan keyin bir ikki marta tutishmaylar, bu o'zininki Liu Buga yetanmaydiganligini his qildi. Kuchsini chiqqandan keyin his qilib qoldi. Shuning bilan qachay desa, qachanmaydi. Hamda Liu Bu bilan ilish jarayonida bu davomli passiv holat o'tib qoldi. Endi Liu Bu bilan ilishib bu yerib oldin ketgan vaqtda Liu Bu endi buning qo'l silaydigan vaqtda bu shu Liu Buninki keyin tarafidan bir vaqiraydi. Ya'ni Liu Buni haqoratlab vaqiraydi. 3 urug'li qul deb. Sen Xinjiang deydi. Endi buningda bu vaqirgan kishi kim degan vaqtda dal Zhang Fei. Endi Liu Bu asli Gong Sunzanni urib otdan tushirib etmoqchi, mag'lub etmoqchi bo'lgan. Ammo ma vaqirashni olgandan keyin darhol to'xtab keyin qaraydi. Kim men tilganida. Agar balkim Liu Bu yoki Liu Bu deb chaqirgan bo'lsa, yoki boshqa bir narsa deb chaqirgan bo'lsa, balkim u qarabmi qo'ymay, yani urushaveradi. Gong Sunzanni otdan tushirib, uni kallasini ilish uchun oldiraydi. Ammo 3 urug'li qul degan gapni anglab bu cho'chib ketdi. Anglab baxmaganli gapda bu. Buni hech kim deb baxmagan. Shunda qarasa Zhang Fei biyat turgan. Sen nimishqa men 3 urug'li qul deysa degandan keyin Zhang Fei aslında dadamning ismi Liu. Keyindan Dingyuanga ergashdim, Dingyuanni dada qildim. Uning keyinan Dongjuan dada qildim. Sen 3 urug'li qul olmay, kim 3 urug'li qul degandan keyin bu yerda Liu Buniki shunda achchiq keldi. Achchiq kelib, Gong Sunzanni tashlab o'tiblar. Zhang Fei'ninki yeniq bordi bu. Bu yerdagi Zhang Fei nimish o'ttirg'i chiqadi degan vaqtda bu yerda ikki sabab bor. Birinchi sabab o'zini ko'rsatib qo'ymoqchi. Gong Sunzanninki Liu Budan yengilib ketayotganligini ko'rib, o'zininki kuch qudratini namoyon qilib Liu Bu bilan bir tutishib, sinishib boqmoqchi-da. Yana bir jihatdan albatta buni akisi bo'lgan Liu Bei Gong Sunzanninki og'aynisi. Ikkisi birga kelgan. Bu Zhang Fei bu Liu Bei'ninki inisi bo'lishi bilan albatta Gong Sunzanninki inisi holatida turdi, inisidek o'rin turdi. Shunga Gong Sunzanning qutqizmasi olmaydi. Akisining og'aynisini qutqizish kerak edi. Shunga bu o'tirg'i chiqib Liu Bu bilan tutishdi. Tutishgandan keyin Zhang Fei mo albatta bu 3 podshohlikdagi xeyli kuchli polvon hamdi. Sanoq oldidan sanoqsaq 5 ning ichiga kirdi. Andan keyin bu Liu Bu bilan ilish jarayonida bumi o'zininki tankilanmaydiganligini his qildi. Ba'gan siri bumi passivlashib boshlaydi. Liu Buninki urgan shu nayzlarni to'sib bo'lmaydi. Shuning bilan Guanyu bu ahvolni ko'rib, Guanyu'mu qo'shilib, bu jangga qo'shilib Zhang Fei'ga yordam qildi. Ikkalan shuning bilan Liu Bu bilan ilishib boshlaydi. Keyinda buni ko'rib
Liu Bei qo'shildi bu jangga. Liu Bei qo'shilib, o'zining qilichini ilib, uchaylan shu Liu Bei'ni o'ttirib ilib, buni qiyin qistoqqa ilishga boshlaydi. Endi uch podshohlikdagi eng dangliq bir so'z bor, ya'ni San Yingjan Liu Bei degan. Ya'ni uchaylandinki Liu Bei bilan ilishishi degan hikoya dal mushu yerda qolgan endi. Bu bakchiq odam bildigan hikoya. Liu Guanzhang uchaylandinki Liu Bei bilan ilishgandan keyin bular uchaylandinki kuchi albatta Liu Bei'ninki ishib tushdi. Chunki ularimiz polvon tusa. Şuna bilan asta-asta ilişip bu Liu Bei passivlashishga boshlaydi. Qo'dinishga boshlaydi. Bular uchisi hujum qilishga boshlaydi. Oxiri Liu Bei'ni mag'lub qilib qochirib yutdi. Liu Bei'ni mag'lub qilgandan keyin eng cho'ng foydaga erishganlar kim bo'ldi desa, dal Liu Guanzhang uchaylan bo'ldi. Nimishqa? Chunki Liu Bei uch podshohlikdagi yengilmas polvon deb nom olgan. Endi bu gerçi uchaylan bo'lsin, ular yengilib qolganligi uchun buningki nomi sal tuvallaydi. Ammo uchisi uchisininki azaldan nomi yo'q. Hech kim tonimaydi bularni. Bular bir nom qozongan odamlar emas, faqat Liu Bei bir nahiyaninki hokimi shu vaqtda. 18 taram qo'shindagi pasibonlarga silashtirgan vaqtda uning hech qanchalik bir amali yo'q. Nomi og'achlik emasda, unda nahiya hokimidan nurg'uni var bularning qo'l ostida. Shunga bular ancha ko'zga ilib ketmagan bir şeydir. Ammo o'sha jangdan keyin Liu Bei'ni, Guan Yu'ni, Zhang Fei'ni e'tirof qildigan, ko'zga ildigan bo'ldi. Bularningki qobiliyati ishindi. Shuning bilan 19-taram qo'shinninki sarkardasi qilib Liu Bei'ni tayinlaydi. Demak 18-taram qo'shini, 19-taram qo'shini deymiz-ku, kinodan chiqadi bu. Demak 19-taram qo'shin dal Liu Bei'ni mag'lub qilgandan keyin undan keyin paydo bo'ladi. Bu qo'shinninki boshlig'i Liu Bei bo'ldi degan. Unda qo'z do'stlar Liu Guanzhang bilan Liu Bei'ninki ilish to'g'ri bu shunchalik so'zlab turlar. Unda qolsa film yaragan bo'lsa, do'stlar yuraklarni aymay berib qo'yinglar. Inkas o'yiniga alt raqamlarni yozib qo'yinglar. Filmni saqlab olib do'stlaringizga tarqatib qo'yinglar.